Agar sizni mablag'ingiz yuz parvarishi uchun ikkita kosmetikaga yetadigan bo'lsa, maslahatim siz yuzingizga to'g'ri keladigan yaxshi penka va chuqur namlantiradigan toner oling. Nimaga krem emas, nimaga siviritka emas, aynan toner. Toner xuddi bizni har doim muntazam yuzimizni yuvib beradigan oddiy o'sha vodoprovoddagi suv bilan o'xshash konsistensiyadagi bo'ladi. Tonerlarning turlari har xil. Молочковый toner bor, ya'ni sut ko'rinishiga oppoq bo'ladi. Va slizistый bu sal quyuqroq, shilimshiqroq bo'ladi va ularni любой aynan faqat namlantirishga emas, balki turli xil muammolarni bartaraf etish uchun yuz tipiga to'g'ri keladigan turli xil yog'li, quruq, normal yoki kombinirованный yuz tiplari uchun ishlab chiqarilgan tonerlarga ajratilinadi. Konsistensiyasi vodoobrazniy bo'ladi. Suvdan ko'ra bu foydaliroq. Nimaga? Sababi yuzimizni penkada yuvganimizdan keyin sразу men aytaman, kim mendan konsultatsiya olsa sразу aytaman. Yuzingizni penkada yuvgandan keyin обязательно toner bilan очищать qilib, keyin увлажнять qiling deyman. Biz yuzimizga kremni surganimizda kremni konsistensiyasi plotniy, ya'ni qalin konsistensiya, gustoy bo'ladi. Va mana shu narsani kremni yuzingizga surganingizda yuzingizga singishi, ichki o'sha epidermislarga, ichki qavatlarga singib borishi qiyin bo'ladi. Yuzimizni krem emas, balki bitta tonerni o'zida chuqur namlantirishimiz mumkin. Kremga pulingiz yetmasa yoki o'sha kremingiz qolmagan bo'lsa, chuqur namlantiradigan tonerni olasiz va bir necha marta yuzingizga tonerni quygan holda yuzingizga surasiz va yana surasiz. Uni yordam berish uchun pahlopoyiz qilib, ya'ni yuzingizga mana shunaqa qilib yordam berishingiz kerak. Kremda esa krem unaqa emas. Kremni konsistensiyasi gustoy bo'lgani uchun yuzimizga singmaydi. Yuzingiz xuddi maska surib olgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun har doim birinchi o'rinda yuzingizga yaxshi penka, ya'ni yuzingiz tipiga to'g'ri keladigan penka va to'g'ri namlantiradigan gialuronoviy kislotali toner olishni maslahat beraman. Mana shu ikkita kosmetikani o'zi siz keyingi o'sha uходingizga boshqa kosmetikalarni olguningizgacha bo'lgan vaqt davomida ishoning yuzingizni chuqur namlantirib, hech qanday sizda diskomfort tug'dirmaydi. Haligacha toner nimaga kerakligini bilmasdan yuziga kremlarni surib, yuziga xuddi maska surib olgandek yuzini chipillatib, tonalkasi, pudrasi, BB kremi yaxshi yotmasdan, shu yuz uходiga nima qilishni bilmasdan yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishingiz mumkin. Meni YouTube kanalim, Instagramimga obuna bo'lib oling, chunki men o'zim profilimda 10 yillik tajribam va Koreya kosmetikalari haqida olgan bilimlarim va Koreya blogerlari aslida qanday kosmetikadan ishlatishadi, qanday lifehacklar bilan yuzlariga o'xat qilishadi, bularning barchasi bilan bo'lishib boraman.